Eronning javobi shunday bo'ladiki, global janub yoki dunyo hamjamiyati ko'z o'ngida asosiy agressor davlat sifatida Isroil va Amerika qolaverishi kerak va proporsional ravishda Eronning javobi kuchli bo'lib ketmasligi kerak. Umuman Eron hukumati nega o'zi aytganidek AQSh bazalariga yoki AQShga tegishli bo'lgan o'sha yon atrofdagi nuqtalariga javob zarbasi bermadi? Yoki buni aytishga hali ertami? Endi 24 soat o'tdi deb. Nazarimda hali nega zarba bermadi deb uzr kesil aytish hali erta bunga. Nimagaki biz voqealarni o'zingiz ham boshida aytdingiz, soat sayin rivojlanib boryapti va biz voqealarni ketma-ketligini kuzatib borishimizga to'g'ri keladi hali. Lekin bir jihat ham bor bu yerda, zarbalar qanchalar samarali bo'ldi degan masala bor bu yerda. Va savol ham bor edi. Demak, agar haqiqatan ham Eronda yadroviy dasturlari to'laligicha bu yerda yo'q qilingan bo'lganda yoki masalan shu yadroviy kallaklari deymizmi, umuman bu tizimga agar rostdan ham katta zarar yetgan bo'lganda edi, Eronda hozir vaziyat, reaksiya boshqacharoq bo'lgan bo'lar edi. Lekin Eron razvedka xizmatlari ham yaxshi ishlaydi, dunyodagi kuchli razvedka xizmatlaridan hisoblanadi va ular mana bugun butun matbuotda bu haqida yozilyapti. Eronda o'zida ham bu haqida yozildi va Erondagi yetakchi siyosatchilar ham bu haqida ma'lumot berdiki, masalan Fardodagi yoki masalan Natanzdagi demak yadroviy obyektlar allaqachon xavfsizlashtirilgan va u yerdagi mavjud zaxiralar allaqachon u yerdan olib chiqib ketilgan. Ya'ni 3 kun oldin deyarli bu yerdan olib chiqib ketilgan va ularning xavfsizligi hozir to'la ta'minlangan. Va Eronda o'zini juda ham vazmin tutishiga qaraganda, juda ham xotirjamlik bilan vaziyatlarga munosabat bildirayotganligiga qaraganda, demak haqiqatan ham u demak hozir o'zining yadro dasturini saqlab qola oldi va buni bu yerdan olib chiqib ketdi. Undan tashqari shu kunlarda Vladimir Putinning matbuotda berayotgan intervyulari, matbuotdagi chiqishlarida Eron yadroviy demak yadroni uranda boyitishga to'laqonli haqli va unga biz istalgancha yordam beramiz. Bizni hozir u yerda 200 dan oshiq vakillarimiz bor. Yaqin orada ular 600 dan oshadi degan chiqishlari bu voqealar bilan parallel ketma-ketlikda bo'ldi va Vladimir Putinning chiqishlarida ham demak Eronga hozirgi kunda eng yaqin davlatlardan biri juda xotirjamlik va bu tizimda barbod bo'lishidan qo'rquv hissi juda ham kam ko'rinayotgan edi. Va shu nuqtai nazardan olganimizda Eron demak o'zining dasturini hozir saqlab qola oldi va hozirga qadar boyitilgan uran demak Eronning qo'lida qoldi. Va Qo'shma Shtatlarda ham bunga nisbatan ma'lum bir ishonch bor. Demak shu radioaktiv nurlanishni o'rganish va umuman magazin berayotgan dastlabki xulosalarga ko'ra, demak Eronda yadro demak boyitilgan uranni demak omon saqlab qolindi. Va shunga ko'ra Eron bugun juda ham vazminlik bilan munosabatda bo'lib turibdi va Eronda hujumlarini biz yaqin orada ko'rishimiz mumkinmi degan savol bu yerda. Agar hujumlar bo'lsa, uni yaqin sharqdagi bazalariga hujumlar bo'lishi kerak. Bu demak Bahraynda, Qatarda yoki Birlashgan Arab Amirliklariga demak hujumlar uyushtirilishi kerak. Lekin so'nggi yillarda bu mamlakatlar bilan Eron o'rtasidagi munosabatlardagi normallashuv va umuman Eronning umuman mintaqadagi tinchlikka intilayotganligini nazarda tutadigan bo'lsak, balki boshqacha bir yo'llar bilan vaziyatdan chiqishga harakat bo'lishi mumkin. Rahmat, marhamat. Xo'p, demak kecha hujumdan keyin shu bugunga hozirga qadar jumladan Eronlik juda ham taniqli bo'lgan, avtoriteti yuqori bo'lgan ekspertlarni eshitdim. Eronning tafakkuridagi asosiy bir qancha nuqtalar bor. Shuni biz auditoriyaga tushuntirib berishimiz kerak. Birinchisi, Eron to'g'ridan to'g'ri Amerikaga hujum qilishi, ya'ni Amerikaning harbiy bazalariga hujum qilish ehtimoli kam. Eron butun o'chini Isroilga qaratadi va bu orqali Isroilni 2 barobar, 3 barobar ortiqcha jazolaydi va bir vaqt o'zida ikkita vazifani bajaradi. Ya'ni Isroilga maksimal jarohat yetkazish va Amerikaning katta urushga kirib kelishiga imkoniyat bermaslik. Ikkinchisi, Eronning javobi shunday bo'ladiki, global janub yoki dunyo hamjamiyati ko'z o'ngida asosiy agressor davlat sifatida Isroil va Amerika qolaverishi kerak va proporsional ravishda Eronning javobi kuchli bo'lib ketmasligi kerak. Ya'ni Eron bu yerda zolim emas, mazlumlik maqomini saqlab qolishga harakat qiladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, Eron keyingi paytda o'zining ittifoqchilari bilan munosabatlarni juda ham kuchaytirdi va Eron endi hozir
hali buni bilasizmi? Bu yerda mana yuqorida Shavkat aka ham aytdiki, Eronni ham hozirgi paytda Putinni ham yoki Netanyahu yoki Trampni ham ularning tafakkurini modellashtirib bo'lmaydi. Chunki manipulyatsiya qilish va opponent tarafni maksimal chalg'itish bu asosiy o'yin qoidasiga aylanib bo'ldi. Diplomatiya o'lib bo'ldi. Muzokaralar to'liq o'lib bo'ldi va shu paytgacha shakllangan, ya'ni sovuq urush davrida shakllangan tomonlarni xabardor qilish va o'sha orqali bir-birini tiyib turish o'yin qoidasi o'yindan chiqdi. Ya'ni u yo'q. O'sha sovuq urush davrida tomonlar bir-biriga qizil chiziqni ko'rsatardi va bundan o'tmasdi rostdan ham. Ya'ni ehtiyot bo'linglar, biz sizlarga zarba beramiz, zarbamizning miqdori mana shunday bo'ladi, bundan oshib ketmaydi biz tarafdan, shuning uchun jahllaring chiqib ketmasin, sizlarning ham javoblaring bundan oshib ketmasin degan kelishuvlar bo'lardi. Hozir unday bo'lmayapti. Hozir haqiqatda bu ta'bir qilib bo'lmaydigan bir holat. Va yuqorida bitta nuqtaga yaxshi e'tibor qaratdi Shavkat aka. Donald Trump, demak, Netanyahu yoki Isroil lobbisining javobiga javob berdi. Ya'ni u haqiqatda bombardimon qildi. Lekin haqiqatda Eronning yadro salohiyati o'yindan chiqdimi degan savolga bugun ekspertlar javob bera olayotgani yo'q. Chunki ikki tomonda ikki xil ma'lumot. Yo'q, ikkita tomondan propaganda qilyapti. Lekin xolis bo'lgan ma'lumotlar kerak bizga. Bizga Eronni ham yoki Isroilning yoki Amerikaning ham propagandasi kerak emas bu yerda. Hamma tomon aytadiki, biz masalan, lekin Eronlik ekspertlar aytayaptiki, bizga bo'lgan mana bu tajovuzni biz minimallashtirish niyatida emasmiz deyapti. Ya'ni bu nuqta ham bor. Lekin bizning o'sha salohiyatimiz, qarshilik ko'rsatish salohiyatimiz to'liq saqlanib qolyapti. Biz albatta javob beramiz deydi. Mana Turkiya o'rtada vositachi bo'lmoqchi edi 2 kun 3 kun oldin ham. Mana Eronning tashqi ishlar vaziri Turkiyada edi kecha hujum paytida. Abbos Aroqchi va u kecha samolyotda Rossiyaga ketdi. Rossiyaga borishini Amerika juda ham qattiq bir norozilik bilan qabul qildi. Nima uchun demak Rossiyaga borasan? Sen Washingtonga kelib biz bilan kelishing kerak edi degan bir gap bo'lyapti-da. O'zi qiziq bir jarayon bo'lyapti. Qarang. Mana bu yoqda Eron Isroil yoki Eron Amerika konflikti yuqori bir nuqtaga chiqayotgan paytda Amerikaning ya'ni Trampning eng ishonchli muzokarachilardan bittasi Kellik 6 soat Minskda bo'ldi kecha. 6 soat muzokara olib bordi. Yopiq eshiklar ortida. 1 soat emas, 2 soat emas, 6 soat. Va shuning fonida Lukashenko qamoqdagi eng katta muxolifatchilarning hammasini qo'yib yubordi. Va Putinning pozitsiyasi negadir kecha yumshab qoldi. Kecha katta jurnalistlar bilan mabodo Eronga hujum bo'ladigan bo'lsa desa, Putin kulib nima deyapti? Men buni o'ylashni ham, bunga javob berishni ham xohlamayman dedi. Savol yana qaytardi, Putin yana o'sha fikrni qaytardi. Ya'ni Ukraina masalasida oldi sotdi bo'ldi. Aynan shunday degan fikr bor. Ekspertlar aynan shuni aytayaptiki, Donald Trump balkim bo'ldi Ukrainani olgin, Eronga iltimos aralashmagin degan bir gapni aytgan. Lekin bunga ham mana Eron masalasida Putin to'liq kelishuvga erishdi deb o'ylamayman. Sababi Putinning asosiy maqsadi bu Ukraina emas. Bu Amerikaning global hokimiyatdan yiqitish yoki zaiflashtirish. Lekin bu partiyada yutib chiqadi-ku. Bu partiyada Ukraina masalasida qisman. Lekin asosiy maqsad Ukraina emas, nishondagi davlat yoki nishondagi maqsad yoki vazifa. Shu yerda Kamoliddin akani ikkita fikr aytdingiz oxirida. Ya'ni Eronda Ukrainaga almashgan bo'lishi mumkin, tushunishim bo'yicha. Ikkinchisi to'liq bunday emas, ya'ni qaysidir ma'noda yon berishlarga borayotgan bo'lishi mumkin degan ma'noni tushundim. Demak, Rossiyani Eron Qo'shma Shtatlar yoki Eron Isroil hozir to'qnashuvdagi ishtiroki qanday bo'ladi? Nima ishtirok etyaptimi yoki Putin rostdan ham bu katta konflikt kelib chiqmaydi degan katta ishonch bilan o'tiribdimi? Tahlilchilar bundan oldinroq yozgan edi, Rossiya bunda qanday ishtirok etadi degan savolni qo'ygan edi va ularni ayrim bashoratlari menimcha o'zini bugungi kunda oqladi. Ya'ni u razvedka ma'lumotlari bilan Eronda doimiy ravishda qo'llab-quvvatlaydi, texnik yordam bilan Eronni qo'llab-quvvatlaydi va sahna ortida lekin hal qiluvchi vazifani bajaradi degan bir fikrni aytib o'tgan edi. Biz bugun Rossiya Eron Qo'shma Shtatlar konfliktida ishtirok etmayapti deb aytishimiz uchun demak
deb aytyapmiz, qo'limizda biror bir material yo'q go'yoki. Lekin bir narsa borki, mana Fardoga qilingan yoki Natanzdagi, demak, asosiy yadroviy obyektlarga hujumlar mana hali bu narsa yana oydinlashar. Oldindan bilingan va u yerdan hozir aytdimki, boyitilgan uran oldindan olib chiqib ketilgan. Bu yerda ularni tashuvchi maxsus yuk mashinalarini demak ko'rgan, Qo'shma Shtatlar razvedka xizmatlari ham buni ko'rgan va e'tirof etgan, shu qaysi bu yerda shunday noodatiy yuk mashinalari bor ekanligini va bu katta ehtimol bilan endi shunday taxminlar, shunday tahlillar berilyaptiki, Rossiyaning texnik yordami va razvedka almashinuvlari natijasi bo'lishi mumkin, katta ehtimol bilan. Ya'ni u oldindan shunday hujum bo'lishini, demak, Amerika bilan demak razvedka almashinuvlari orqali shunday hujum bo'lishidan xabardor edi va Ironni yaxshi ogohlantirdi, chunki Qo'shma Shtatlar ana o'zingiz ham yuqorida aytdingizki, Donald Trampni hozir maksimal chalg'ituvchilik, maksimal ayyorlik siyosati bu yerda bor va Iron qaysidir ma'noda bunga chalg'ib qolgan edi. Nimagaki, hattoki mana Qo'shma Shtatlar tomonidan Netanyahu oxirgi kunlarda qattiq tanqid qilinayotgan edi va Netanyahuni global urushga Qo'shma Shtatlarni tortayotganlikda ayblayotgan yuqori siyosiy doiralarda va masalan ayrim raketalarni sharqqa emas g'arbga qarab olib chiqib ketishlar Ironni maksimalni chalg'itgan edi deb yozyapti tahlilchilar. Va bu fonda Iron mudofaani yoki Qo'shma Shtatlardan keladigan hujumni biroz unutib qo'ygan edi. Lekin qaysidir ma'noda tayyorgarlik ham ko'rgan va tayyorgarlik ko'rish uchun Rossiyaning texnik va razvedka ma'lumotlari yaxshi foyda bergan bo'lishi mumkin deb hisoblashimiz mumkin. Va shundan kelib chiqib aytmoqchimanki, Rossiya Ironni Ukrainaga ehtimol almashmoqchi emas. Ya'ni Ironda ham o'zining pozitsiyalarini Yaqin Sharqda o'z pozitsiyalarini mustahkam saqlab qolmoqchi.